Savol: men 20 yoshimda namozga kirganman. Undan oldingi namozlarning qazosini o'qiymanmi? Albatta. Bir odam 20 yoshga kirgan ekan, undan oldingi namozlarimning qazosini o'qiymanmi deyaptilar. Albatta o'qiladi. Bu ham shunaqa ko'p so'raladigan savollardan. Ko'pchilik birorta domla o'qimay qo'ysa bo'ladi deb qolsa edi deb so'rashaveradi. Mendan so'rashadi, men yo'q deyman, bunisi bo'lmadi deb Ergashali domlaga keladilar. Bu kishi mana Toshkentning qozisiga noyib bo'lib qoldilar, endi ajomas ha devorsalar deydilar. Bu kishi ham ko'nmaydilar, keyin 3-chiga boradi, shunaqa qilib yurishaveradi. Qazo o'qiladi. Qazo o'qiladi. Azizlar, har bir ibodatni belgilangan vaqtida, aynan o'z vaqtida o'qishni ado deyiladi. Ado etishni. Bugun ro'za menga farzmi? Shuni tutdimmi? Ado etdim. Endi ibodat o'z vaqtida bajarilmay qolsa, vaqtidan keyin bajarilsa, uni qazo deyiladi. Qazo namozni payg'ambar alayhisolatu vasallam o'qiganlar. Qaranglar. Allohning payg'ambari qazo namozi bu shu mumkinmi? Xaybardan kelyapti. Bir yerga tushib, yotib, uxlab, bomdodda quyosh yuzlariga tushganda uyg'onishganlar Rasululloh boshchiligidagi sahobalar. Allohning payg'ambari namozdan uxlab qolishlari mumkinmi? Mumkin emas. Shu siz bilan bizga shariat bo'lsin uchun Alloh qilgan qasddan. Qazo namoz qanaqa o'qiladi ko'rsatib qo'yish uchun payg'ambarimiz boshlariga solgan shuni. Bo'lmasa payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bor, meni ko'zim uxlaydi, qalbim uxlamaydi deganlar. Ana Xandaq urushida dushman kelib o'rab qoldi. Hamla qilib turibdi. Vatanni, poytaxtni himoya qilish kerak. Rasululloh himoyachilarining boshida turdilar, kun bo'yi namoz o'qilmadi. Qorong'i tushgandan keyin aniga peshin, asr, shom qilib, undan keyin xuftonni o'qishdi. Mana shu. Qazo namoz o'qiladi, birodarlar. Lekin o'qiladini joyiga qo'yilgandan keyin bo'pti o'qiyman deganlarni yana o'zi ixtilof boshlanadi. O'qish kerak ekan degan tushunchani olgandan keyin yugurib borib bir kalkulyatorni oladi. Mana 32 yoshida boshlagan bo'lsa 12 ni chiqarib 20 ni 5 ga ko'paytiradi. Yilga hisoblaydi-da, xo'p, mana 20 yilda mana buncha qazo bo'libdi. Buni qanaqa o'qiyman deydi.